Hammaga assalomu alaykum. Bugungi mehmonimiz Kiya Nodir bo'ladilar. Menimcha butun O'zbekiston tanisa kerak. Oxirgi hisobida 1-2 yilda juda ham tez ko'tarilib ketyaptilar Instagramda, shu uchun chaqirishga qaror qildik. Nodir aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sizga taxminan 15-20 ta savol tayyorlab qo'ydik. Hammasiga chestni javob bersangiz xursand bo'lardik. Xudo xolasa. Boshlaymizmi aka? Xudo xolos. Xo'p, endi sizni tanishtirib o'tirish shart emas, menimcha ko'pchilik taniydi. O'sha savolni o'ziga o'tiramiz. Birinchi savolim, shaxsiy blog, ya'ni Instagramingizni yurishni boshlaganingizdan keyin hayotingizda nimalar o'zgardi? Birinchi navbatda daromadim o'zgardi, ya'ni ancha daromadim oshdi. Ko'pchilik bilan ya'ni yanada tanishlar orttirdim. Ko'pchilik o'zim yoqtirgan, o'zim havas qilgan odamlar bilan tanishdim va hamma taraflama o'sdim demoqchiman. Daromadingiz necha barobar o'sdi shunda? 4-5 barobar, xudo xolasa. 4-5 barobar. Shunaqa. Qisqa muddatda. U 1 yil ichida-da. 1 yil ichida. Xo'p, blog orqali qanaqa imkoniyatlar o'zi paydo bo'ldi? Blog imkoniyat xohlagan ishimni qila olaman. Ya'ni xohlagan biznes qilsa bo'ladi va sizda armiya bo'ladi. Ya'ni yaqinlaringiz bo'ladi. Faraz qiling, mana siz bilan ishonadigan, sizni yaxshi ko'rib kuzatadigan insonlar sizga podpiska tashlagan-ku. Siz qaysi narsani tavsiya bersangiz, ular обязательно olib ko'radi, yeb ko'radi, ki boradi. Aytmoqchi, любой biznesingizni rivojlantira olasizda. Qo'rquv bo'lmaydi, o'zingizga ishonch bo'ladi. Qanaqa armiya haqida gapiryapsiz? Instagram endi sizga podpiska tashlagan 10 mingta odammi, 20 mingta odammi, как sizda armiya hisoblanadi. Aytganingizni qiladi demoqchisiz. Aytganingiz emas, komandada, mana armiyada mana ish qilamiz, sizni qo'llab-quvvatlab turishadi-yu. Xuddi shunaqa armiya bo'ladi. Nima tanlagan bo'lardi? 100 ming ta obunachimi, 100 ming dollarmi naqd ko'rinishda, joyda? 100 ming ta obunachi yoki 100 ming pul, yo 100 ming ta obunachi. Nima uchun? 100 ming pulni topa olasizda. Qanaqasiga? O'sha 100 ming ta obunachi bilan. Qanaqasiga? Biznes qilib. Masalan, qanaqa o'zingiz topasiz daromad Instagramdan? Mana misol uchun faraz qiling, mana o'zimdan kelib chiqib aytaman. Men Kia sotuvchisiman, mashina sotaman. Siz ham Kia'da ishlaysiz. Lekin siz bir oyda 20 ta mashina sotasiz. Salonga kelgan odamlarga sotasiz. Ammo mashina 20 ta odam ko'chadan sotaman. Qo'shimcha Instagramda yana 20 ta 30 ta sotaman. Bu birinchi daromad. Yana qanaqa daromad topasiz o'zingiz? Biznes ochganman, o'shalarni reklama qilaman. Undan tashqari reklama chiqadi, mana narsani reklama qilib bering, tavsiya qilib bering deydi. Undan pul topaman. Reklama orqali ham pul topasiz. Shu to'rtta joydan pul topasiz. Mana qarang, sizga savol beraman. Sizga hozir 100 ming dollar berganim yaxshimi yoki oyma-oy 5 ming dollar berganim yaxshimi? 2-3 yil davomida. 100 ming dollar olib ishlatib qo'yasiz. 5 ming dollar stabilni kelib turadi. To'g'ri. Shunaqa. Endi bu odam fikrlashdan bog'liq-da. Endi menda shunaqa. Xo'p. 1 million ta obunachimi yo 1 million dollar naqdmi? Jonli obunachi, maqsadli. 1 million dollar. Hozir Powerot YouTube'da bo'lib qoldi, marshrut перестроен bo'ldi. Qanaqasiga endi? Yo 1 million dollar olib Instagram yurg'izmasam ham mayli. Biznes qilib qo'yaman, bu qilib qo'yaman, yetadi menga. Hozir gapingizga o'zi qarshi chiqyapsiz. Endi 1 million dollar-da. 1 million dollar 1 million ta bilan topish qiyin-da. 1 million ta obunachi. Gapingizdan bilasizmi nima his qilaman? 100 ming dollar уже sostangiz bor ekan deb men Instagramdan qilib olgan ekansiz, o'shancha qilmas. Shunaqa desa ham bo'ladi. Nimalar Instagram orqali nimalarga o'zi erishgansiz? Birinchi navbatda o'sha o'zim har doim yaxshi ko'radigan boy inson bilan tanishdim. Boy inson deganda menga u puli, mablag'i qiziq emas, uni fikrlashi muhim. Juda mana shu miya tarafdan juda ko'p ochdim-da, men shunga Xudoga shukr deyman. Ikkinchisi, o'sha bizneslarimni ochib, uni rivojlantirsa bo'ladi. Undan tashqari ko'chadagi reklamadatellar bilan, ya'ni reklama orqali hamma taraflama mablag' taraflama ochdim-da. Ko'p narsaga o'sha taraflama erishdim. Xo'p, nimalar sotib oldingiz? Nimalar oldingiz? Nimaga erishgan demoqchisizki, o'sha pul tomonlama. Pul taraflama, da. Mashina oldim, 2 ta mashina oldim. Nima mashina? Kia. Kelasi bittasi Stinger, bittasi K5. Necha pul turadi ular? 300 million, bittasi 45 ming dollarga tushdi. Qancha? Примерно 65-70 ming dollarda. Ikkita narsa olganman. Uni ayta olmayman. O'zim mana shu niyat qilgan ikkita narsa. Xo'p, kelgan. Nega ayta olmaysiz? Unga erishib olishim kerak oldi. Erishgansiz-ku. Hali 100% o'zimniki emas, lekin pulni to'laganman. O'zimniki bo'lsa, qani shuni 50 ming dollardan oshuvmi? Bittasi 80 ming, bittasi 50 ming. 132, xolos 200 ming dollar Instagram orqali sostangiz bor. Shunaqa. Chis Instagram o'zidan oylik-oyliksiz ishingizni o'zi chis Instagram blogingiz orqali. Ha, shunaqa. Ishimda shu, ishim orqali. Taxminan 1 yilda qildingiz shu narsani. 1 yildan sal oshdi. 1 yildan oldin men unaqa yaxshi daromadim yo'q edi. Demak, odam 1 yilda 200 ming dollarlik sostangiz qilish uchun deylik,
kamida 300-400 ming dollar pul topish kerak. Agar hozirgi aqlim bo'lganda, undan ko'p topardim. Agar 1 yil orqaga qaytib qolib, xuddi shu aqlim bo'lganda, mana shu Instagramni boshqacha yurg'izib, undan ko'p pul topardim. Alloh yetkazardi, men sababini qilardim. Xatoyingiz nima bo'lgan shunda sizni? Voqlik boshlamaganingizmi Instagramni? Yo'q. Yo vaqtida qanaqa qo'rquv bo'lib tushunmaganingizmi? O'zimni qadrlamaganim. Masalan, Misol uchun reklamalar arzon olganim, shartnomalarga arzon ko'rib qolganim, o'sha narsalar bo'lgan. Agar o'zingiz qadringizni bilsangiz, misol uchun siz bahoyingiz oshadi-da. Instagram voqliroq boshlamaganingizga afsuslanasizmi? Yana qarang, dangaligi aytaman. 1 yil orqada bo'lganimda, men Kiyaga boshqa proyekt bilan chiqardim. Menga mana buncha pul berasa, men bunaqa qilaman degan bo'lardim. Aha. Shunaqa deb. O'shanda daromadim ancha kattaroq bo'lardi. Hozirgisi ham yomon emas. Ha, hozirgisi ham yomon emas. Xo'p, shunda blog daromadingizga qanaqa ta'sir qildi? Endi qarang, menga yaqinda bitta tanishim aytdi-da. Hozirgi Instagram ochuv baribir, bozor juda ham ochuv. Men blogerlar ko'payib ketgan bo'lsa, sababi mebel do'koniga boribdi. Abu Sahiyda joylashgan. Mana shu mebel do'kon ketgan polностью 20 dan 30 dan. Lekin ikkita odam savdo qilar ekan. Nimaga? Ikkita odam onlayn Instagram ochgan, klient imini shu uchun keladi yoki masalan onlayn zakaz beradi. Qolganlar pashsha qurib yotibdi. Bu nima demoqchiman? Ya'ni siz любой biznes ochmoqchimisiz, Instagram orqali daromadingizni ko'tara olasiz. Hozir biznesingiz Instagram yo'q, Instagramingiz bilan biznes yurmaydi. Xohlasangiz xohlamasangiz. Instagram yurg'izmayotganlarga, qo'rqayotganlarga yoki men bunga hozir mablag' sarflamayman deydiganlar nima deysiz? Yurg'izish kerak. O'zingiz как ekspert sifatida. Da. Men o'tdan zakaz kutmasa ham bu o'sha sizda avtoritet. Misol uchun magaziningiz bor, Instagramda bo'lsa bu o'zi plusda. Ya'ni bu degani sizni uringiz ushab turibdi degani. Ya'ni boya aytgandek obro'yingiz bor demoqchiman. Instagramingiz yo'q, lekin magaziningiz bor degani nimadir yetishmovchilik degan. Qani mehmonxona 4 yulduzli mehmonxona, 5 yulduzli mehmonxona farqi bor. Xuddi shunaqa farq bor. Endi qarang, gapingizdan kelib chiqib Instagram haqida gapiradigan bo'lsa, mana oldimga har xil odam keladi. Men aytaman, mana bu ishni qilish uchun masalan 10 ming dollar sarflashing kerak deyman. Ular o'sha payt qo'rqadi yoki qimmat deb o'ylaydi. Yoki Instagram birinchi darajaga qo'ymaydi. Shunda qaysi biri o'zi birinchi darajada bo'lishi kerak? Endi любой biznesda siz politikasiz foyda qilasiz-da. U politik bo'lmay foyda qilib bo'lmaydi. Shuning uchun o'zingizni biznesni rivojlantirmoqchimi? Politik ish kerak. Siz odam hozir politikasiz odam chaqirasiz. Hozir pulsiz odam kelmaydi, конечно. Necha barobar oqli deb o'ylaysiz? Bitta gap aytaman, mana hozir men bor gapni aytaman. Men 1 oy Kiyadan dam oldim-da, mart oyida. Suvda vashi tushib ketgan edi. Bu endi men demayman, Alloh sabab chiqib qo'yadi. Reklama bermasak, Kiyaga odam bormaydi demoqchiman. Reklama berasiz, odam keladi. Nimaga? Sababini aytaman. 10 xil mashina bor. Agar siz o'zingizni eslatib turmasangiz, boshqa odam ketib qoladi. Xuddi Kolo katta brend o'zini reklama qilgandek. Simbolim ham yo'q endi Instagram yozayotgan endi ekspertlar va blogerlar u Instagramda simbol yurg'izishar demoqchi. 100%. Xulosa shu. Zo'r, lekin zo'r gap bo'ldi. Xo'p, blog orqali yangi tanishlar paydo bo'ldimi? Soch uzildimi? Ya. Qanaqa? Mana o'zim boyatdim niyat qilgan, havas qilgan biznesmen odamlar bor. O'shalar bilan tanishdim. Ularni prosta menga dunyo qarashi yoqardi. Boylarning dunyo qarashi qanaqa deb. O'shalardan ko'p narsa o'rgandim-da. Pul muhim emasligi. Ya'ni ish boshlashingizdan birinchi o'rinda pul emas, odamga yaxshilik keltira olamanmi, yo'qmi, siz ko'proq foydaga chiqasiz. Undan tashqari yaqinlarga qanaqa yaxshilik qila olaman. Misol uchun ishlamayotgan odamlarni ishlik qila olaman. Ya'ni qozoni qaynashiga, rizq berishiga ma'na sabab chiqib qo'ygan. Ularni o'ylashi shunaqa ekan-da. Shunaqa o'ylasangiz biznes oshar ekan. Men shuni keyin tushunib yetdim-da, ya'ni pulim yo'qligida birinchi o'rinda deb o'ylardim. Hozir boya aytganim birinchi o'rinda o'zim yoqtirgan insonlar bilan tanishganim menga katta plus. Qanaqa insonlar, nima sohalarda? Biznes sohasida. Faqat biznes. Ha. Biznes deganda, misol uchun doktor bo'ladimi, uy quruvchisi bo'ladimi, futbolist bo'ladimi, ular hammasi biznesmen-da. Hammasi ish qiladi. Bu hayotda hamma biznesmen. Siz ham biznesmen deb o'ylab qolasiz. Oddiy odam o'zi qolmadi. Blog buni erkinlik ishonchingizni oshirdimi? Qarang, men shuni tushunib yetdim. Plus bo'lsa, erkakning ko'zi yonar ekanda. Gapiradi. Любой joyda gapirasiz. Mana oldin qarindoshlar o'tirganda men uyalsam, hozir men gapiraman, ya'ni ular eshitishadi, hurmat ham qilishadi. Siz bir daromadga erishdingizmi, bu degani
sizni hurmat qilishadi, ikkinchisi sizni eshitishadi. Aytishadiki, bu ishni eplab qo'yganki gapiryapti deyishadi, qo'pol qo'yadi. Xo'p, gap shunda nimada? Sizni Austories borliginami Instagramda yoki siz daromadim oshganini o'ylang bo'lasiz, ko'chadan bemalol yurasiz. Xohlagan ishingizni o'zingizga pozolat qila olasiz. Austory ham rol o'ynaydimi? 8000 ta obunachingiz bor hozirgi kunda. Pulim oshganiga o'ynaydi. Agar siz pulingiz, daromadingiz oshmasa, endi hurmat qilishadi, auditoriyam borligi hurmat qilishadi. Lekin bir xil Instagram yurg'izmaydi-yu, to'g'rimi? Yosh kattalar bo'ladi, yosh kichkina bo'ladi. U paytda men pulim gapiradi, ya'ni pulim bo'lgani uchun eshitishadi. Xo'p, endi qarang. Sizni odamlar ko'proq bloger deb biladimi yoki mashina sotuvchisi deb biladimi? Birinchi o'rinda Kia'ni o'sha mashina sotadi deb bilishadi. Ikkinchisi o'sha bloger kamroq qismda. O'rgatish bo'lsa, men o'z yoshligimdan sotuvga qiziqqanman. Yoshligimdan 7-sinfimdan beri bozorda ishlaganman-da. Любой odamga sotish o'rgatsa bo'ladi. Oddiy misol, siz bilan qiz bilan tanishasiz, to'g'rimi? Siz qizga o'zingiz reklama qilasiz, o'zingiz sotasiz. Keyin o'sha undan kutasiz. Siz o'zingiz mahsulotingizni o'zingiz sota oldingizmi, yo'qmi? Hayotda hamma narsa sotuvda, nimadir berasiz, nimadir olasiz. Demak, odamlarga mashina sohasida ham mashina sotishni o'rgata olasiz. Albatta. O'zingizda qanaqa raqamlar bo'lgan? Bir yilda nechta mashina sotgansiz? Rekordingiz? 378 tami, 375 tami shunaqa. 370 tani o'zi. Именно Kia'ni o'zi. O'rta chek, men o'ylashimcha, kamida 30 ming dollar bo'lgan, o'rta chek oladigan bo'lsangiz. Shunaqa. Taxminan. Million dollar qilgansiz xullas. Bir yil daromadimmi? Endi оборот aytmoqchi, mashina sotuvingizni aytyapman. Ha, yo'q, undan ko'p. Undan ko'p. U paytda san'at bo'lmagan. Men sotuvchi bo'lgan paytimda hammasi qimmat mashinalar bo'lgan. Ya'ni 300 ming dollardan baland mashinalar bo'lgan. Eng kamida 350 millionlik mashina bo'lgan. Eng arzoni. Eng arzoni. Ha. Shu paytda yaxshi sotuvchi bo'lganim uchun iPhone berishgan. iPhone 16 berishgan. Videosi bor. O'shandan keyin sotuvchilikdan chiqib, o'sha reklamaga o'tib ketgan. Motivatsiya qolmaganda, xullas mashina sotishdan. Mashina oldi sotdi, oyiga 10 ming dollardan sof daromad topsa bo'ladimi? Mana shu. Конечно. Men hozir ikkinchi kanalim bor, Kia sotish. Sizdan, misol uchun, siz mashinangizni olib kelasiz. Eng qiziq pul tikmayman. Misol uchun sizga bu odamga kasakkiz kerak, yaxshi kasakkiz kerak. U yaxshi narx to'lamoqchi. Sizda kasakkizingiz bor. Bozorchiga borsangiz, u narxini sindirib tashlaydi. Men o'rta turib, ikkalaringizdan pul ishlasam bo'ladi. Misol uchun sizdan reklama qo'yib berganimga olaman pul, ular misol uchun mashina olganlariga menga berib ketadilar. Endi bir oyda misol uchun men 2-3 ta mashina qo'ysam, chunki ko'p odamlar bozordan bozor yurmaydi. Aslida onlayn olgan yaxshi. Sizdan 200 dollar olaman, bular bersalar 100 dollar beradilar. 300 dollarmi? Endi kuniga misol uchun 2-3 ta mashina qo'yib, bir oyda 30 ta mashina bor. 90 ta mashina bor. 90 ta mashinadan 100 dollardan olgan taqdirimda ham 90 ming dollar. 9 ming dollar. 9 ming dollar. Endi qarang, mayli, eng kamida chek o'ylaymiz. Eng kamida bittadan mashina qo'ysam, 200 dollardan, misol uchun 200-300 dollardan daromad qilsam ham, u ham xuddi shu 9 ming dollar bo'ladi. Bu o'rtada turib, sizdan mashina olaman, unga yetkazaman. O'rtada turib, bo'lsa mashinani maqtab beraman, nima borligini yetkazib beraman. Endi baribir qarang, gapingizda oson tuyulyapti bu narsa, lekin men o'ylashim bo'yicha baribir bu narsalarni ham o'rganish kerak-da odam, to'g'rimi? Aytib berganingiz bilan baribir yetmaydi bu narsa. Ha, yo'q, 100%. Uni odamga yetkazib berish, qachon sifatli video qo'yish, kameraga chiqib yaxshi ma'lumot berish. Unga ham kimdirga yo'l yo'riq ko'rsatishga baribir 2 oy vaqt oladi-da baribir. Odamiga qarab, agar o'zida niyat bo'lsa, Instagramni yurg'izmoqchiman, mana shunaqa brend face bo'lmoqchiman yoki biznesimni yuritmoqchiman desa, mashina sotmoqchiman desa, 2 oy, 3 oy yetadi. Xo'p, nima deb o'ylaysiz? 2026-yilda mana shu mashina oldi sotsa, bu narsani kasb qilib, siz auditoriyangizga o'rgata olasizmi? O'z niyat bor, xudo xolos. Yo'q. Chunki avtosalonlar juda ko'p. Mashina sotuvchisi ham kerak. Brend face ham kerak. Talab bormi shunga yarasha? Конечно. Hozir kiryapsiz, ko'ryapsiz. Hozir mashina va shit qilyapti ko'cha. Umuman yo'l bo'lmaydi. 10 minut yo'lga 40 minutda borasiz hozirgi kunda. Shularni siz ko'paytirmoqchisiz demak. Shunaqa. Hop, shundan keyin 1 soat yetib ketadi. Yo'q. Bo'lmaydi, xudo xolasa. Zo'r. Lekin hozirgi kunda hammani mashinasi bor-da. Bor. Sotish kerak ularni. Sotish kerak, olish kerak, qilish kerak. Shuni temada yaxshi tushunsa, pul topsa bo'ladi. Yaxshi bilsa, ya'ni ustozini yaxshi tanlasa yoki o'rgansa, yaxshi o'rgansa. Ham Instagram ham mashina sotuv orqali. Yo'q bu. Uni ham ko'rsata olasiz. Конечно. Mana qarang, oddiy misol. Mana Kia'da bolalar 20 million pul topishadi. Oyliga. Endi qarang, 20 million oylik topsa,
9-dan 6gacha 20 million topyapti oylik. 6dan keyin 2 soat o'zini ustida ishlab video qo'yyapti. Undan tashqari Instagramdan pul kelyapti. 20 million yomon oylik emas. Undan tashqari yaxshi sotuvchi bo'lsa, Instagramda yurg'izsa qo'shimcha yana daromad keladi. Bu degani bemalol 4,000-5,000 dollar topsa bo'ladi. Brend face bo'lganiga keyin alohida pul to'laydi. Men sen mashina sotganingga, alohida sen Instagram yurg'izganingga. Faqat Kia emas, o'zi любой brend ham, любой mashina ham-da, to'g'rimi? Любой. Undan tashqari yana ko'chadan reklama oladi-da. Balon chiqadi, moy chiqadi, antiradar chiqadi. Mashinaga aloqador katta kompaniyalar bor, yaxshi pul to'laydigan. Chunki avtoblogerlar yoki mashina sohasida reklama qiladigan odamlarni 7, 8, 10, 15 yoshli bola juda ham kam kuzatadi-da. Ko'proq 20 yoshdan baland mashina olmoqchi bo'lgan yoki hatto 1 yil, 2 yil, 3 yillik mashina olmoqchi bo'lgan niyati bo'ladi. Puli bo'lmasa, niyat bor, harakat qilib yuradi. Ular mashina olmasa ham boshqasiga aytadi, "Men mashina olgan yoki men bunaqa qiziqdim, ko'rdim" deydi. U ham sizdan ko'rgan bo'ladi, Instagramda qaysidir odam reklama qilgan bo'lsa, xayolida, miyasida qolib ketgan, yaqiniga, o'rtog'iga, yonidagilariga tavsiya beradi. Qaysi qo'rquvlaringizni blog orqali eshitdingiz? Mana shu bitta qo'rquv bo'lardi. Oilamni yaxshi yashasin, ayolim xushnaqa bo'layki, ayolim ko'chada ishlamasin. Chunki men erkak kishining daromadi bo'lmasa, ayol kishi ham ishlashga to'g'ri keladi. Men ochig'ini aytaman, boy oiladan qiz olganman-da. Men qaynatamga yetishgan ekanda, qo'pol qo'yayotganda, bola nima qilasan? Yetim qo'pol qo'y. Men ota-onam yo'q-ku. Yetim bola, tim bo'li, sen juda kaprizli odamsan. Tegida Matizi bor ekan, u ham arenda. Qizing qiynalib qoladi. Nima qilasan deshgan ekanda. Men qaynatam Alloh rozoligi uchun, qarchi bola yaxshi. Yaxshi bola yaxshi bo'lib ketadi. 1 yil, 2 yil glavnisi ko'ngli toza ekan degan. O'shanda maqsad bo'lganda, muhimi ayolim ishlaydigan bo'lib qolmasin yoki men ayolim yuzini yerga qaratib qo'ymay, qaysi ma'noda. Baribir boy oiladan chiqqandan keyin o'sha sharoitga o'rganganda yaxshi yeb ichishga, yaxshi kiyinishga o'sha narsadan qo'rquv. Shunda motivatsiyasiz oiladan olar ekansiz-da. Ha, o'sha. Chunki men aytganman, Xudo xolasa zo'r bo'ladi. Yaxshi bo'ladi, sabr qilib tursang bo'ldi. Hozir men afsuslanishmayman. Xohlagan narsasini olib bera olaman, xohlagan bilan. Как bugun testdan o'tdi, pravoda. Test topshiruvdi, bugun yezdadan o'tdi. Unga ham hozir mashina olib beraman. Yo'q, rostdan. Gap yo'q. Bog'chaga havas qildik. Bizlarga ham uylanish nasib qilsin avvalambor. Eng muhimi to'g'ri aytishar ekan, onasi, ota-onasi qanaqa bo'lsa, shunaqa olish kerak ekan. Yo'q. Men qaynatamning gapi yo'q. Qaynonamga ham yaxshi, juda yaxshi inson, hamma taraflama podдержка qilishadi. Ya'ni aqlan demoqchiman-da. Pul topmayotgan paytimda ham qaynatam gapi yo'q, xudo xohlasa zo'r bo'lib ketadi, bo'ldi, sabr qil. Shu gapingizga bir ikkita negativ kommentariy ham keladi. Xohlagan gapini gapiraversin, men misol uchun uyalmayman bu narsa. Chunki men qaynatam puliga boy bo'lmaganman. Ularning aqllariga o'rgatganlar, qayerda nima qilish, ko'p singanman, shuning siz sinmaydi deb. Adam bo'lmagani uchun aql o'rgatishga aytganini qilganman-da. O'shanga. Bu narsadan uyalmayman. Примерно kiyovsiz. Albatta. Mana shu video mana shu million olsa kerak. Balki. Zo'r. Xo'p. Blog orqali kelgan eng katta imkoniyat nima bo'lgan? Eng katta imkoniyatlardan bittasi Saudiyaga borganim. O'sha umra safari qilganim. Hali yana qila olmayman deb o'ylardim, lekin o'sha tur kompaniya chiqqan. Barter asosida borib kelganman. Yoshligimdan o'zim Real fanatiman-da. Ya'ni fanatiman deb muxlisman, o'yinni ko'rib mazza qilaman. O'sha Real bilan Barsani o'yiniga tushganim. O'sha yerda emosiyani olganim. Unaqa imkoniyatlar juda ko'p. Menga esimda qolarli, bir umrga qolib ketadi esda, o'sha narsa bo'lgan. El Clasico'mi xullas o'sha? Umra bilan El Clasico. Tushgansiz stadionga. Конечно, живой ko'rganman. Qanaqa emosiyalar bo'lgan? Boshqacha. Любой erkakning orzusi. Futbolni yaxshi ko'radigan insonning orzusi. Chunki bu Real bilan Barsa dunyo ikkiga bo'linadi. Mana Nike bilan Adidas, Conor McGregor bilan Habib qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa yer ikkiga bo'lingan. U juda boshqacha emotsiya. Gap yo'q ekan. Blogda olgan eng kutilmagan natija nima bo'lgan? Natija pul masalasidami, qaysi masalasida? Umuman. Blog boshlaganimdan keyin 2 oydan keyin просто o'rishchalab aytganda нереальный odam kelishni boshlagan. Salonga iminib, mana shu boladan mashina olaman deb. Просто нереальный. Ko'rishardi, mana shu boladan mashina olaman deb. Ishonasizmi, endi boshqalar yolg'on bo'lib qolishi mumkin. Mana shu videoni ko'rayotgan. Shu Kia ishlaydigan odamlar aytsin, 10 tadan 8 tasi menga Kia Nodir kerak, o'sha mashina sotsin deb kelardi. Yoki qo'limdan ko'rsatib, shu bolani o'zi qarab olsin deb. Shunda gap sizning Instagramingizda.
Shu uchun odamlar shunaqa degan. Men odam hayot ko'rgisi keladi-yu, to'g'rimi? Instagramda blogerman, kimdir mashina sotuvchisinmi? Shunaqa. Menga ko'proq ishonishardi, yoqtirishardi, qaysi bo'ladi, hurmat qilishardi. Kiyadagi obro'm ham ancha ko'tarilgan. Masalan, xo'jayinlar bilan yaxshi muomalada bo'lish, ular misol imkoniyat yaratib berishi. Zo'r lekin. Xo'p, nimaga blog boshlashga qaror qilgansiz? Eng katta sababini aytaman. Birinchisi, men boshlagan paytda yanvarda juda sovuq bo'lgan. Bilsangiz, svet bo'lmagan, gaz o'chirib qo'yishgan, anomal sovuq bo'lgan-ku. 2022 yo 22 bo'lgan, adashmasam. 22-23da, anomal sovuq. 10 kunlik sovuq bo'lgan. Hamma yoq o'chib qoldi. Xuddi shunaqa. Esimda. Yanvar oyida bo'lgan. Даже gostinitsada ham joy bo'lmagan. Endi siz boya aytayotganimdek, faraz qiling, ayolingiz bor, bolangiz bor. Ular sizga muhtoj. Siz uyga borib, mana kashinga, mana ovqatga siz ta'minlab berishingiz kerak. O'zi erkak kishining vazifasi bor. Siz ayolingizni ovqatlantirishingiz kerak, mehr berishingiz kerak, kasal bo'lsa doriga qarashingiz kerak-da, kiyintirishingiz kerak. Endi shularni qilib bera olmayapsiz-da. Uyatda bu, siz ishlashingiz kerak, erkak kishisiz, sizda bahona yo'q. Bu yo'l bilan pul topish kerak. Sizga ana odamlar offline odamlar kelmayaptimi? Ya'ni ular uyda o'tiribdi. Siz ularni offline yurishingiz kerak. Onlayn sotishni nima qilish kerak? Instagram boshlash kerak. Instagram boshlash niyat bo'lgan. Hamma misol uchun avtosalonda hamma o'tiribdi-da, pashsha qo'rib, nima qilishni bilmay, bir xil telefon qo'lida u qiladi. Meni ham vaqtim o'tyapti ishda. Undan ko'ra bekorchilik emasda. Video qilib turganim yaxshi deb niyat bo'lgan. Shu xo'jalar bilan gaplashganman. Daromadni oshirib, bismillah deb boshlaganmiz. Nimadir og'riq sababli kirib kelgan ekansiz, deymi to'g'ri? Pul topishdi. O'zi asosiy maqsad pul topish bo'lgan. Blog orqali birinchi mijozingiz qanaqa kelgan? Birinchi blogerni bilaman, lekin mijoz esimda yo'q. Aytolmani ko'p kelardi. Просто boshlagansiz, o'zidan o'zi patok yog'ilib ketgan. Juda ko'p yog'ilgan. Bizni как раз yaqinda ukam bilan ko'ryapti-dik. Hozir aytaman, qarang, shu videoni ham qo'yib beraman men sizga. Короче, kuniga 1000 tadan qo'shilardi-da. Obunachi. 1000 tadan. Instagram o'ziga. Bir oyda kamida 30 ming yig'ib qo'ygansiz. Shunaqa. O'zi maqsad bo'ladi. Har bitta video qo'yganimga 1000 ta odam kelishi kerak degan. Qarang, mana o'sha yerda video boshlagan yaqinda ukam qo'ydi-da, 2023 da boshlagan ekanman. Qarang. Buni yaqindan qo'ydingiz, ko'rdim. 23-yilda boshlaganman. Ko'rinishingiz ham boshqacha bo'lgan ekan. Va pul odam o'zgartirar ekan, mana tashqi ko'rinishini. Qarang. Ko'tarishimiz kerak. Qarayapti nima davom etadi, qarang. Uni kamil odam ko'tarishimiz kerak. Biz chunki soqqa yurishimiz kerak. Hamda qoldi. Bu yerda New oddiy sodda bo'laman-da, ko'ynalarni qarang. O'sha keyin uni o'zim sotmayman bitta, o'zi qarashlar boshqacha, 100% farq bor. O'sha paytdan bo'lganda pulni bosamiz. Bilasizmi, bitta gap eshitganman, 25 yoshdan keyin qiz bolani ham, erkak kishini ham chiroyli bo'lmaydi, boy bilan kambag'al bo'ladi degan gap bor. Shu to'g'rimi? 100%. Ana qarang, oddiy misol aytaman. Qimmat kiyinishni boshlaysiz, yuzingizga e'tibor berishni boshlaysiz, misol uchun-da, yaxshi sartaroshga borasiz. O'ziga vitaminlar olishni boshlaysiz. Chunki ko'p energiya ketkazasiz. Vitamin bo'lgandan keyin yuzlaringiz tinni ulashadi. Ertalab zavtragingiz boshqacha bo'ladi-da. Chunki pulingiz bo'lgandan keyin любой yoqqan, ko'zga yoqqan narsani olishni boshlaysiz. Gapirishsiz ham uverning bo'ladi. Gap yo'q, lekin havas qildik faqat aka. Yaqinlarni tasdiqlaydi-da. Men tez yurgan paytimda ham bir video chiqib ketdi-ki, mashina zo'r ekan, nima ish qilasiz? Shuni men o'sha Matiz paytida aytardim. Tomoshabni ko'rib qolsam, aka mashina zo'r ekan-a, dedim. Oynaocha mashina zo'r ekan, bizga nasib qilsin dedim-da. Havasda gap katta. Havas qilsangiz, Alloh yetkazadi. Tabiatdan o'zingiz mana gaplashamiz, aytib beryapsiz. Samimiy, o'zi ochiq ko'ngil odam ekansiz-da. Shu uchun odam ham ishga yurishadi dedi bu o'ylayman. Qarang, men o'ylashyapman, siz aytayotgan maslahatdan hammasida qilsa ham bor-ku, lekin odam o'zi ichki dunyosi toza bo'lmasa, menimcha bu pul kelishi qiyin-ku deb o'ylayman. U ham to'g'ri. Endi Alloh baribir yetkazishi bor, duoda gap katta, lekin bir xil insonlar bor-da. Og'aylarimda. Astag'firullah. Yomon bolalar-da, lekin hech ularga yomonlik urmaydi. Ish hayron qolaman. Yomon ishlar qilasan, harom yurasan, mana shunaqa yomonlik qilib, pul topsa, zo'r pul topadi, lekin unaqa emas. Men keyin o'yladim, nimaga bog'liq ekan bilasizmi? Bildim javobini. Ota-onangiz halol yedirgan bo'lsa, halol luqma yoqadi-da, harom narsa sizdan chiqib ketadi. Yomon ishlar qildingiz, sirasi chiqib ketadi. Bu yaxshi. Agar harom qilsangiz ham sizga yo'qotdim, bu yomon. O'rtog'im shuning uchun to'g'rilash kerak bu narsani. Ana sizga yomon ish qilsangiz, jazosini oldingizmi, xursand bo'lish kerak. Voy, endi bu gap noto'g'ri-da, mana misol uchun
Ana o'zi bu narsani kamera orqasida gapiradigan narsani siz gapiraverasiz men oldin o'ylardim-da, ani yomon ish qilsa yuqmaydi deb. Bu xillarga yuqarga. Yuqmasa yaxshi. Yuqsa o'zi yomon. Blog orqali eng katta daromadli hamkorlik qaysi bo'lgan? Va necha pul? $10,000 bo'lgan. Reklamaga 3 oy reklamaga olganmiz. Naqd. Endi boshiga 50%, qo'ygandan keyin 50% de. Fakt $10,000 yomon pul bo'lmagan. Xo'p. Blog boshlashda eng katta qiyinchilik nima edi? Bolalar ustidan kulardi mana shu narsa. Blogermi sanaldi. Keyin o'zida mana kirsangiz, hozir unchalik emas. Men birinchi ishga kirganimda hammasi baqvat kachmen bolalar deb, prям ko'rsangiz model deb o'ylaysiz, ularni yoki bo'lmasa охрана deb o'ylaysiz. U bolani понятияsi ham juda ham yuqori bolalar-da. Seriklining bolasini bilasiz, ko'plar ko'cha bolalari ular uyat qilardi, nodar qo'ysangchi debdi. Vaholanki qarasam men ana nima deydi? Sirkda o'yin ko'rsatmasdim, просто o'zim biznesimni video ko'rsatdim. Biz uchun o'sha paytlar zapatli o'ydi. Qo'ysangchi bunaqa chiqmagin. O'sha narsadan uyalardim. Artistlar yomon ko'rishadi, ayolim tarafda. Juda yomon ko'rishadi. Artistlarni show biznesni yomon ko'rishadi. O'sha narsadan qaynatam meni baribir. Kuyovim mana bunaqa ishlar qilib yurdi deb chetdan olganlarni eshitishni xohlamasdim. O'shaning uchun hozir boshqa narsa iloji boricha qilmayman. Yaqinlarim men deb uyalmasin deb. Bir xil aytar, gapiraveradi deydi. Boshqa gaplar bor, gapiraveradi, qo'yaveradigan gaplar bor. Lekin siz opangiz yoki ukangiz kimdir siz bilan qizarishini u yaxshi narsa emas. O'sha narsani o'ylayman haligacha. Tushundim. Instagramda hozir ham blog boshlasa bo'ladimi, kechmasmi? Ya, endi hech narsani kechi yo'q. Yana hozir mana shu videolar yetib borsin. Blogda ham ukam bor. Mr. Girgitton. Men u yoshlikdan taniyman bu bolani, ofitsiant bola. Uni men aytaman, ukam birga boshlaylik dedim-da, ko'p proyektlar boshlamoqchi bo'lgan, nasib qilmagan. Men boshladim, u ham meni boshladi. Boshlagan 1 yil bo'lgan bo'lsa, yaqinda restoran ochdim. Любой biznesda agar o'zingizga ishonsangiz, mana qo'pol qo'yayotganda mana shu barmog'ingiz hammada individuallikda chiziqlar. Ya'ni o'zingiz boshqacha, baribir siz hamma o'zini rizq nasibasi bor. Любой biznes bo'lishidan qat'iy nazar, ochsiz xudo xolasa Alloh barakasini berib yuritishib ketadi. Boshlash kerak. Men avtobloger ko'payib ketadimi, artistlar ko'payib ketadimi, yoki bo'lmasa sotuvchilar ko'payib ketadimi? O'zingiz sohangizda ishonsangiz, yaxshi bo'lib ketishiga boshlash kerak. Qo'rquv bo'lsa boshlab bo'lmaydi. Boshdan boshlaganingizda nimalar qilib, nimalar qilmagan bo'lardingiz? Birinchi o'rinda imijimga e'tibor bergan bo'lardim. Gap so'zimga, ular Instagramni ancha professional olishni boshlardim-da. Hozir masalan 3 yil oldingi, 4 yil oldingi videomni ko'rsam kulaman-da. Shunaqa shunaqa avzor qilgan ekanman, shu kiyimimni qara, bitta videoyim bor, mana sizga ko'rsataman, dashi. Thomas Shelby'ni shapkasini kiyib olganman-da, bitta qo'limda tasbih. Voy balang. To'g'risi-da, boshqa kulaman. Mana qarang, kepkani qarang, mana qarang. Qo'limda tasbih turibdi-da. Ko'ryapsizmi? Elektron tasbih вообще. Obrazda endi bu ham. Assalomu alaykum. Kiyimdan charchaganlar. Kiyimlar вообще anaqada. Ovoz ham boshqacharoq bo'lgan ekanmi? Teskiyroq. Ko'zimga qarasam, ko'zim sal g'amgimroq. 2022da. Mana plyetchchilik bo'lib turibdi. Plyetchchilik. Keyin o'zi boshqacha bo'lgan, qachon o'zi boshqacha bo'lgan maska aytaman. O'zi ko'rsam boshqacha. O'zi mashinalar bo'lganman, o'zi gap so'zim, qarashlarim ancha o'zgargan. Oxirgi paytda rosa ko'p bitim. Mana ko'rasam o'zimni ancha o'ylanib, o'zi bemalol bo'lgan paytimda, любой videoni ko'ring, o'zi ko'rsam kabeshdan keyin o'zi boshqacha litso. Hozir yana o'zgarganda bitta gaplar. Hozir yana. Qaysi? Xullas, plyus ko'paygan sari o'zgarib boradi. Zo'r. Просто mana ba'zi nafaqat Instagram, o'zim mana aytaman, plyus ko'paygan sari nima mazza qilasiz? Konkurent YouTube chiqqaningizda mazza qilasiz. Hammada konkurent bo'ladi, kimlar bo'ladi? Qarindoshlaringiz. Jo'nas men oldindan mana ota-onalar yoki amakilar yig'ilsa, onangiz yig'ilsa, hamma bolasini maqtaydi. Men bolam esga kirdi yoki men bolam mana bunaqa oldi, Mamatiga borib keldi deydi. Siz xohlaysiz onangiz sizni maqtashini. Misol uchun Mirsaid mana bunaqa narsa yutib keldi yoki mana bu narsani oldi deyish. Men rosa sho'x bo'lganman-da.
U niyat bo'lgan, чтобы qarindoshlar ichida mani o'rnim bo'lsin. Sizni birovga hech kimga anaqangiz yo'q, nima deydi? Ishingiz yo'q-da sizni. Siz nima bo'lib ketasiz? Ana farqi yo'q. Kimning ishi bo'ladi? Qo'shingiz yoki qarindoshlaringiz. Ya'ni o'zingiz yaqinlaringizni ishi bo'ladi deysizda. U zo'r bo'lib ketmayotganmikin, nimada olayotganmikin. Bir xil havas qiladi, bir xil hasad qiladi. O'sha konkurent yutib chiqqanim bilan o'sha narsa qilaman. Kuyovlarda bo'ladi. Masalan, hamma o'zining kuyovi bo'ladi-ku. Kimi yaxshi yashayapti, kimiki yomon yashayapti. Solishtiruvda yashaymiz. Конечно, yoki ishxonada bo'ladi. Mana yaqinlaringiz ham emas, ishxonada bo'ladi, o'rtoqlaringiz orasida bo'ladi, qarindoshlar orasida bo'ladi. O'sha joyda yutib chiqsangiz mazza qilasiz. Prosta faraz qiling, prosta. Qiyinchilik ko'rdingiz, ham pul yo'qdi, ayolingiz bilan birga turdingizda, ana ayolingiz paytida oddiy bo'lib yurganda, boshqalar eri zo'r narsalar qilib bergan. Hozir ayolingizga zo'r narsa qilib berasiz, ayolingiz hamma hurmat qilyapti. Siz ayolingizga qancha ko'p e'tibor qilsangiz, shuncha ayolingizga anaqasi zo'r bo'ladi, e'tibor. Qolish borsa har doim zo'r kutib olishadi. Bu sizga kayf beradi-da. O'zi qarindoshlaringiz zo'r kutib olsa kayf beradi. Hech kim yasholmaydiganda yashash uchun soatga qaramasdan ishlash kerak ekanda. Shunaqa. Kelganingiz uchun, hammasiga samimiy javob berganingiz uchun, asabiy chiqqaningiz uchun deymanmi? Rahmat. Xulosa keyingi ko'rishamiz siz bilan. Agar kimni qanaqadir Nodir akaga savollari qolgan bo'lsa, obunachilarda bemalol bersanglar, o'zlariga keyingi xudosi ikkinchi qism qilib gaplashamiz. Xolos. Rahmat sizga, Nodir aka. Sog' bo'ling. Rahmat.